Assalamu alaykum aziz teletomoshabinlar. Efirda Usul Shaydonlari programmasi Qadam TV kanalida dastlab o'z ishini boshlamoqchi. Usul Shaydonlari programmasida usul san'atiga o'z ulushini qo'shib kelayotgan usulchi va usul ansambllari haqida suhbatlar yurgizildi. Bugungi birinchi qitim yurgizilgan mashhur programmamizning mehmonlari Qudus G'ojamiyar nomidagi Cumhuriyetlik mamlakatlik Uyg'ur davlat akademik muzikalik komediya teatriniki attaqli usulchilari va Ruxsara usul ansambliniki usulchilari Eldar Abdullayev va Gulnara Tursunova. Xush kelibsizlar bizning studiyamizga. Assalomu alaykum. Sizlarga birinchidan o'zimizniki studiyamizdan, ya'ni programmamizdan cho'ng-cho'ng rahmatimizni aytamiz. Vaqtlarni bo'lib bizning studiyaga kelganlarga. Endi birinchi bizniki savolimiz. Eldar, ikkinlarning muhabbat tarixlari ko'pchilikni qiziqtirdi. Sizlar qanday tanishgan? Shu to'g'riliq qisqacha so'zlab bersangiz qani. Bizning ikkimizning muhabbati endi haqiqatan aytganda bir tarix desak xatolashmaymiz. Bizning tanishganimiz 2004-yili Almut shaharlik Jusubek Elbekov nomidagi sirk va estrada kollejiga tanishgan kundan tatib boshlandi. Ham bizning muhabbat tariximiz shu kundan tatib boshlandi desam xatolashmayman. Sababi biz u yerda 3 yil o'qidik. 3 yil mobaynida o'qib, bir-birimizni yaxshi tanib, yaxshi ko'rib, shu o'qishdan qarang, yaxshi ko'rib qoldingiz. Endi shu sizning muhabbat tarixinglar bo'ldi ya. Shu muhabbat tarixida qandoq shu Gulnaraniki o'zingizga qanday jalb qila oldingiz? To'g'ri. Gulnaran o'zingizni qanday jalb qila oldingiz to'g'ri so'zlab bersangiz. Men o'ylaymanki qiziqarli bo'lishi kerak deb o'ylayman. Haqiqatan qiziqarli. Men o'zimni mushkamgacha bizim hayron bo'lamiz shu Gulnara ishqimizning bir bo'lib qolganimizga. Sababi bizdan biz vaqt men Meldan kelgan bola, bu qiz shu shaharniki bo'lganlikdan biz bir-birimizni bir tushunamgan bir vaqtlar bo'ldi-da. Bir-birimizga Tommy Jerry degandek bir-birimizni ashtaq. Meldan keldim deb qo'ydingiz. Mel bo'lganda sizniki o'zingizniki tug'ilib o'sgan jutungiz, ana jutungiz qayerniki o'zingiz qisqa so'zlab o'tgansiz. Men o'zim Almut viloyati Uyg'ur nahiyasi qarashliq Bahariysi tug'ildim. Bahariysi cho'ng bo'ldim. Shu yerda bilim elib 9-sinfgacha shu maktabda Abdulroz Baqiev nomidagi maktabni bitirib 9dan keyin hozirgi degan kollejimizga tushgan. Shu vaqtni tatib hozir mana Almutda ishlab, Almutda turib istiqomat qilyapmiz. Yaxshi. Endi Gulnara, siz bu kasbga kimni o'zingiz haqiqiy ustoz deb bilsiz? Siz? Ну, как сказать, я могу с 10 лет. Я ходила на танцы в горном гиганте, и для меня первый педагог была Гульнара Саитова. В 13-14 я ходила в Уйгурский театр на студию при Зухрайде Каримовой. И они для меня два педагога, моих два крыла. И как бы хочу огромное сказать им спасибо, то, что они вложили, доверились, за их терпение. И, конечно, им низкий поклон двоим. Rahmat. Yana bir savolimiz. Ayildimi, ishdimi bila yurib, inoqliklarini saqlab kelishinglarda qanday sir bor? Shu to'g'riliq qisqa so'zlab o'tgansiz. Sir bo'lganda bu yerda hech qanday sir yo'q. 360 kun biz Gulnar ishimiz birla. Uydimi, mashinadimi, ishdimi, gastroldimi, даже biz mana stanok deb qo'ydik, biz zanimatsiya qilganimiz bor, bizda zalimizda. Shu yerda bir turmiz ishimiz, bir atdigandan kashgacha mashq qilsizlar. Mashq qilamiz, ishlaymiz, ketishlar degandek. Shuning uchun endi bu yerda bir hech qanday bir sir yo'q deb o'ylayman. Inoq yaxshimizning siri, chiroyli yaxshimizning siri shu bir-birimizni tushunganlik, bir-birimizni hurmatlagan, bir-birimizni qancha yil bo'ldi mana bir oila bo'lib kelyapmiz. Aranglarda ikki qizinglar bor. Aramizda ikki qizimiz bor. Omoqina qizimiz bor. Qizlarimiz mana cho'ng bo'lib yetilib kelyapti. Bu yerda endi
ешқандай сыр жоқ деп ойлаймын. Бір-біріміздің Hazır siz yani etip gettiniz. Hazır siz yani ikimiz gastrollarga çıkıp barmız, aile bolup deysiz. Şu gastroller to'g'ri bir qisqa so'zlab bersangiz, shu gastrollarda bir qiziqarli bir narsa bo'ldimi? Bir bo'ldi-ku bir voqealar. Şu insanlarda qolgan bir asti qag'idek bir voqea bo'ldimi shu gastrolda? Shu to'g'ri so'zlab bersangiz, bizning ko'rarmanlarga qiziq bo'ldi deb o'ylayman. Gastrolda endi ko'p qiziqchiliklar bo'lgan endi. Shuning orasidagi bir qiziqarli asti qag'idek bir bo'lsa, bizni gastrolga borgan vaqtida nima yotoqxonada endi yotoqxonalar bo'lsin, endi qanaqli bir nimalar bo'lsin, bizni ishimizni armash qitirishdi. Armash qitirishdi. Endi bir qiziq desam, endi qiziq degidek emas, endi bir voqea bo'lgan. Bir vaqtida biz bir gastrol borgan vaqtida shunday bo'lib qoldik, ishimiz ayrim yetib qoldik-da. Biz qizlar kvartirada, biz boshqa kvartirada bo'lib qoldik. Astana shahrida. Shu vaqtdan menda ning qilgandik, biz Gulnarishimiz. Biz o'zimiz bir kvartirani qilib, elib, asha turaylik deb, boshqa bir voqealar bo'lgan. Endi gastroldim ishimiz boshqa ayrilmay bir yurishga, ajnanga как бы ning qilatdik-da, tirishdik. Bir yurishga, bir endi shu gastrollar borg'achaqda ishqinlarning orasida bir ranjishlar bo'lganmi? Bir ranjamsizlar bir-biringlar qilib, sen bundoq qilding, sen bundoq deding menga, sen uning qara qolding deb Gulnaranki sizga degan bir qizg'inamdi sizdan shunday aytganda. Конечно. Qizg'indi deb men deb ketmayman. Endi san'atkor odamga, usul bo'lsinmi, usul o'ynagan odamga endi qizg'indi deb aytalayman endi. Sababi endi bizning ta'limimizga yarasha biz ishimiz mana bir professiyada bir nimda bo'lib qoldik. Bir kasbda bo'lib qoldik. Biroq shundim o'zdimmi qizg'inishlar bo'ldi. Gulnara har qachon deyman, biz degan artist, biz degan xalqning oldida yurgan, xalq xizmat qilib yurgan odam deb men Gulnaraga endi tushuntirishga tirishman endi, biroq qizg'inishlar bor bo'ldi. Shuni o'zing shu qizg'inishlarning oldini o'zing olsa, ilishga tirishman. Ertib degandek, naqma degandek, usul o'ynab, shunday. Rahmat. Shunday qiziqarli bo'ldi. Endi yana savolim, hozir yana qaytadan oilanglarga to'xtalib o'tsam, hozir Eldar o'zinglar aytib ketding, bizning ailamizda aramızda ikki qizimiz bor. O'maqidan ikki qizimiz bor deb. Birining ismi Ruxsara, ikkinchisiniki Elzara degan qizimiz bor. Endi shu ikki qizlarning kelajagi to'g'rida nima aytasiz? Ularniki bu kasbga kelishni xohlamsizlar. Mana apsi bilan dadasi usulchi, atoqli usulchi deymiz-ku buni aytganda. Shuningki hozir mana hozir ularga cho'ng bo'lib qoldi. Shu usul sahnasiga bergan o'yinlar bormi? Shu to'g'riliq so'zlab o'tkazsanglar. Endi bu qizlarimiz to'g'riliq bo'lsinmi, cho'ng qizimiz Ruxsara to'g'riliq ko'plagan bizga so'raydi. Xalqim so'raydi, ko'plagan bizning urug'-tuqqanlarimiz so'raydi. Ruxsara deb buning itinimi bizning ansamblning nomiga qo'ygan, Ruxsara ansambli. Shu ansamblning hurmatiga qo'ygan cho'ng qizimizning itini. Endi qizlarimiz to'g'riliq hozir men ularning kelajagi to'g'riliq hozir mandaq bo'lsin, ya mandaq kasbni egilsin deb mandaq dalamayman. Sababi hozir odam balsiz zamonga say, zamonga loyiq qilyotdi, zamonga loyiq tirikchilik qilayotganki, zamonga loyiq atugin o'zi cho'ng bo'lib, mush xalqning yo'lini topadi deysiz. O'zining yo'lini topadi deb o'ylayman. Endi bizning maqsadimiz, bizning armonimiz shu. Ikki qizimiz mush buvisi bilan mamamiz tarbiyalaydi. Biz bu yoqda ish bilan bo'lgandan meni ota-onam shu yurtimizga yordam berdi deysiz. Yordam berdi, shularni beqib cho'ng qilyotdi. Shu buvisi bilan mamasining kelgusida bergan tarbiyasini, shularga bergan tarbiya, baqqan, qaqqinini chiqib aqlaydigan insofli, imonli qizlardan bo'lsa deb shuni tilayman. Endi ko'nlarimiz aytgandek, qizning baxtini taladin bersin deb qo'ydik-ku, shunga o'xshash. Ikki qizimning baxtini taladin bersin deb shuni tilaymiz. Shuni maqsad qilamiz, armon qilamiz. Ya'ni shu cho'ng qizimiz Ruxsara to'g'riliq kasaq. Ruxsara bizning haqiqatan bizning ishimizning izimizni besib kelyapti qizimiz. Nurg'unlagan ko'plagan konkurslarda, festivallarda g'olib chiqib, birinchi, ikkinchi o'rinlarni egallab,
Şu kızımızның пешенесіге şu bir talantını Құдайым Алла Тағала bir сеп қойыпты. Şu biz оқшаш ұсулчы болсын деп. Әнді мен өзім o kızımның ұсулчы болсын деп әнді қызықып кетмеймін, растымын айтсам. Себебі бұл ұсул кәсіпі ме, бұл оңай кәсіп емес бұл. Дұрыс дейсіз. Бұл ұсулны нұрғылар ойлайды, чырайлық ойнап күліп жүрдіған сахындылы чырайлық емес. Сахындылы. Bu kəsbinin kəyində nə iğirçılıqlar var, özükçülük, nurgun iğir nimlər var. Şu biz tatqan iğirçılıqlarını, biz tatıb atqan, körü atqan nimlərini, şu qızlarım, bağlarım kömsüke edip, mən şunu oylayma. Əndə özü qızıqıb, mən usul kəsbini talayma, dadama şu sənət yolunu, usul yolunu xalayma, talayma desə, mən onun tosalğılıq qımayma. Бірақ менің oyum, başqa kəsbini ilgilsə, başqa bir nimdə işlilsə deyib, şunu məqsəd mənim niməm var. İkinci qızın var ço? Elzara. İkinci qızımız əndi o qızımızın nəçi qırlıq, nəçi sırlıq qız bob, çoğun bob keyiyotu da hazır. Talantlıq deysiz o. Onun özükçülük talantı var, özükçülük talantı var. Usul tərəfini demsəmə, özük bir cəlib qılalaydıgan bir özünün bir onun bir xüsusiyyəti var. Allah Taala şu qızımızға şundaq bir xüsusiyyətini şürüge sep qoyuptu. Yəni kəlgüsüdü körümüz qızımız çoğun bolğandı. Qandaq professiya, qandaq kəsbini ilgilaydı. Allah deysiz o. Həm нәрсе vaqtның nimisi bilan bolğan нәрсе ғой. Dürüst deysiz. Rəhmət. Əndi yana bir sualım. Əndi Eldar, Muşu siz usulni qancha yoshda boshladingiz? Bu kasbga sizga kim yoki nima turtki bo'ldi? Shu to'g'risida deb o'tgansiz. Men dastlab bu san'at yo'lidan boshlasak, men o'zim naqsh aytyaptim, men naqsh aytdim. 5-6 klasslarimning vaqtida shu Cho'njida bizning merkezi Uyghur nahiyasının merkezi Cho'njida. Şöyle bir çoğun bir konkurs oldu. Çoğun bir konkurs Uyghur Medeniyet Merkezi tarafından uyuşturulan bir çoğun bir konkurs oldu. Şu yerdə bizni mektepten Tlep Molotov başçılığıdaki bizim benim ustazım, dastlabki benim san'at yolu ustazım desem xatolaşmayman. Şu ustazımız bizni krujokda qo'yatdik bir hammamiz naqsh aytatdik, duta chalatdik. Men shu vaqtda naqsh aytatdim. Şu vaqtlar naqsh aytib, shu konkursda naqsh aytib, beparva Uyg'urim Palak Charxi deydi. Shu naqshni aytib, birinchi o'rin olgan. G'olib chiqdingiz. G'olib chiqib, birinchi o'rin elib, meni endi san'atga nimam shu vaqtdan boshlangan. Keyin shu Cho'njidagi Arzu ansamblida biroz naqsh aytib, uyalim ishlab, keyin 9'unu bitirenken 16 yaşımda bana şu yani bizdeki hazır dep ötketkendik şu Almatı'daki kolejimizga kelip 2004 yılı. O vaxtda ben 16 yaşımda dedim ki. Şu 16 yaşımdan tatıp başlandı desem boldu da. Siz bu şəhərə kelgan çağda siz şu naqshni davomlashtirma deb kelgan nim bilan kelgan qo'y. Da, men kolejga naqsh deb kelgan. Naqsh tatım olma deb kelgan. Sul degan sul oynamatdım. Kirmegen deysiz qo'y. Uxlab tushimga kirmagan sul degan naqsh aytatdim. Şu teatrimizdeki peshqadam aktyorimiz Mirzahmat Ushurov degan mening cho'ng odam bo'ldi. Şu cho'ng odam akilib şu kollejda men şu vokal bölümüge dokumentlerimni topshirib, işte yugurib ninqizga vaqtimda şu kishi başta Uyg'ur teatriga Uyg'ur bölümü ichilyotdi. Usul tarafdan bölümü ichilyotdi dedi. Gulnara Saitova degan usulchini bilamsan, anilganmi? Shu usulchi hadanglar kollejda Uyg'ur bölümünü ichilyotdi. Mush teatrga o'g'il bolalar kerak. Sizlar o'xshash yosh bolalar, yosh usulchilar kerak deb shu yili Uyg'ur bölümü 2004 yil. Shu vaqtda mana ichilgandan keyin mayli ko'rayman ko'rpaqay deb bishtaqa ninqigan topshirib men kelgan vaqtimda bolalar kelib, bolalarni elib, qizlar hammasi ishlab konsultatsiyada qo'ydik. Shundaq nimalar bo'layotgan vaqtida men keyin keldimda, kechikib keldim. Mening вообще men vokalligini qandim.
Şundaq qılıb, başta usulga kelib qaldım. Həm mening shu qiziqishing shu yerda paydo bo'ldi deysiz. Shu Amutga kelganda usulga qiziqishing shu vaqtda shu yerda. Shundaq desaq bo'ldi. Endi biz bir yil o'qib, biz uni ko'mgan narsa bo'lgandan keyin biroz kichkina qiyin bo'ldi. Qiynaldik biroz. Biz Maldan kelgandan keyin u yerda shu usulga o'zining kiyimlari bor-da, ishlarni kiyishga uyulib biroz shundaq qiziqchilik bo'lgan. Endi men shu kasbga kelganimga shu sabab bo'lgan shu Mirzahmat Ushurov, mening cho'ng odam. Shu sabab bo'ldi, turtki bo'ldi. Shu usulga boshlanishim 16 yoshdan boshlandi. 16 yoshingiz 16 yoshdan boshlandi. Bizniki tushirilum to'pi, siz to'g'riliq sujet tayyorlagan devdi. Qani birlikda ko'raylik. Assalamu alaykum. Muşu ekran aldığındaki barlıq aziz görürmenler. Hemenlağa assalamu alaykum. Hemen bugün muşu programda bizdeki ecdatlarımızdan kelip atkan miraslarımızın, usullarımızını gelecek evlatqa yetkizиш niyetinde keçek gündüz tınmay özünün üstüdün işlep kelip atkan bizdeki Ruhsara Ansamblindeki usulçusu Eldar Abdullayev to'g'risida men qisqacha ma'lumot so'zlab o'tmoqchiman. Endi qo'lni ko'tarib usul o'ynaganning hamsi usulchi bo'la olmaydi degandek, eng birinchidan usulchi bo'lish uchun usulchiga irodalik, qaysarlik, hem şunaqla yürek gerek. Mana muşlarning hamsi tepilgandlar usulchi haqiqiy bir usulchi bo'la oladi. Mana muшу xislatlarning hamsi mana bugungi kunda muшу Eldar Abdullayevning bo'ynidan topqan bo'ldi. Eldar Abdullayev bilan birlikda mana biz muшу bir ideyani qo'lga oldik. Sababi bu bir yosh talantli usulchi bo'lgandan keyin zamonga loyiq ideyalar Eldarda qiyilplashgan. Bu Eldar sahnaga chiqqan vaqtida usul o'ynaganda ko'pchilik usulchilarning arsida özünki mimikaları bilen, özünün hareketleri bilen, özünün milli pıraqları bilen xalqning ko'ziga tushgan usulchilarning birisi. Teatrimiz bo'yicha birinchi darajalik, teatrimiz bo'yicha emas, butkul Qozog'iston diyori bo'yicha birinchi darajalik usulchilarning birisi deb men ayta olaman. Endi men Eldar Abdullayevga kelajakda faqat utuqlarni tilayman. Endi Gulnaraga keladigan bo'lsak, Gulnara bizniki Ruhsara ansamblida en birinci usulcularımızınki birisi, birinci derecelik közgü tushadigan, hem şundaqla uyda mehriban ana, uyga basan her qachon ochiq chiroy. Men Gulnarani 5 yildan buyon bilaman. Intayin bir-biriga yarashgan jup. Mana shu xalq uchun, xalqqa amgigini singdirish uchun ishlayotgan bizniki usulchilarimizniki birisi mana Eldar Gulnara. Gulnara ve Eldar bilen biz uzaktan tonuş, uzaktan bir-birimizni yaxshi bilamiz, chunki bular ikkisi birga o'qishga kelgan, birga o'qishni bitirib mush teatrga birga ishga kirdi. Bularning muhabbatiga biz guvochi deb desam xatolashmayman, chunki bularning muhabbati bizning ko'z oldimizda tug'ildi. Bular bizning teatrdagi eng ulgulik ayollarning birisi. Kichik cho'ng demay yardım bo'lsa hamsiga o'z yordamini qo'lini sunudi. Shundaq har doim kichik beyil odamlarning bir ishkelsi kichik beyil odamlar deb aytsam bo'ldi, xatolashmayman. Yaxshi ayollarning birisi, oltindagi kichik qizi bor. Cho'ng qizi bularning Gulnarning ma Eldarning ma mana izin besib kelyapti. Ishni bo'lsak, Gulnaraga kelsa, Gulnara haqiqatan menga do'stingni yo'lda sina deb biz shiklan nurg'uniyalik jihbagan, Xitoylardan birga o'qigan, shunlashqa haqiqiy do'st. Men uni singlimdek ko'raman, haqiqiy do'st. Shundaq javobgarchilik bilan ishga qaraydi. Shundaq ответственный qiz. O'ynagan usullarma haqiqatan mushu kamgacha bizning tomoshabinlarning ko'nglidan cho'nqur izlarni, yaxshi inkaslarni olib kelyapti. Endi Eldarga kelsak, Eldarni hamsi yaxshi bildi deb o'ylayman. O bizning oldidagi solistlarning birisi, o'g'lan, yetakchi usulchi balimiz bo'lib qolmaylar. Hozir mana o'zini balletmeyster etida tarafidan shunday yaxshi ko'rsatyapti. Eldarning qo'ygan
oğullağı usulları şunda haqiqiy qaysarlik, jasurlik bilan o'ynalib kelyapti o'g'illar tarafdan da. Mana kelajakda Eldar yaxshi baletmeyster bo'ldi deb umid qilamiz, ham uningga ishonchimiz komil. Eldar bilan Gulnoraga ijodiy utuq tilayman. Ailasiga cho'ng xo'shalliklar bo'lsin ailesida. Ishiga muvaffaqiyat tilab, igiz cho'qladi ishga ko'rinsin deb o'ylayman. Әмді Элдар, сіз аз мана нақшы деп, Алматыға келіп, қайтадан ұсулы кетіп қалдыңыз. Қазір мұш тапта өзіңіз нақшы етемсіз? Нақшы етіп тұрмын. Қызықшыңыз ба? Қызықшым ба? Өшімген. Себебі менің апам тараптан менің бұвам атақ дутачы болған. Ваджид Ушуров деген кіші, рәмәтлік менің бұвам. Мен şu babamның yolunu, şunu babamның yolunu davamlaştırıp keyvatma деп ойлаймын. Себебі менің дадам тараптан ба қызықдыған менің кіштадыларым, ақларым сәнәтке қызықыды, сәнәтін сүйеді, сәнәтін яқшы көрді. Ama менің şu yolum, şu менің апам тараптан деп ойлаймын. Себебі babam дута ясыған адам. Құсты болған адам. Құсты болған дейсіз. Мына айтқанда бізді халқымыз халық хапыз деп қойды ғой. Шындақ бір көрнекілік бір хапыз болған адам. Ваджид Ушуров деген. Мен шу бабамның жолын қоғлап давамаштырып кеватма деп ойлаймын. Қазір дута çalma, дута чеп қойма, нақшыланып етіп қойма. Көпшілік нақшы айтатын екен, нақшы айтсаң то, нақшы башылсаң то дейді. Құдайым берсе бір yaxshi naqshlar bilan bir yengilliklar bilan Xudoyim naqshlar bo'lganda Gulnora bilan Gulnoram naqshga o'gitib ishqinglar laparchi bo'lsanglar bo'ldi deb o'ylayman men. Nimishga aytsanglar bizning Qozog'istonda bizniki lapar sohasi deb qo'yamiz, undaqda usulan bir lapar bizda bunday aytganda yo'q laparchilar. Shuning uchun men o'ylaymanki keyingi kunlarda saniki laparlarni kutamiz deb o'ylayman. Endi hozir Eldarka sen aytib o'tganding hozir naqshni deb. Endi bizniki o'sha ko'ralmanlarga bir kublet bo'lsa-ma, jonliq ahangda bir naqshingizni aytpasa, nurning ustiga nur bo'lib ketadi deb o'ylayman. O'zimning bir yaxshi ko'rgan naqshamning bir parchasini o'rinlab beray. Marhamat. Senib qo'yding asratga, ag'rimidi ichim. Senib qo'yding asratga, ag'rimidi ichim. Shu azabim bir sana ishonganim shunmi? Shu azabim bir sana ishonganim shunmi? Ishonganim shunmi? Ajoyib. Shunday ajoyib, cho'ng rahmat. Endi biz suhbatimizni davomlashtiraylik.
Muşullar mabayında ilgiri keyin bulup qancha usullarni qo'ydinglar? Sakinlashtirding deb qo'ydik bizda. Shular to'g'riliq qisqacha ma'lumotlar bersanglar. Bir 20 Больше 20. 20 yaqin usullar sakinlash. Shularniki o'zaniki o'zinglarniki bo'ldi-ku, mushkamgichan yaxshi ko'radigan, xalqning yuragidan bir o'rnagan bir usullaringlar bormi? Shular to'g'riliq so'zlab bersanglar. Есть. O usullar 2017 yılı Dervişler ansamblıda qo'yilgan Veley deb shu naqshga qo'ygan usulum. Bir o'zimga bir men aytgan mening o'zimning bir tariximda qolgan bir usul bo'ldi. Veley deb qadimiy bizning o'yinlar, Uyg'ur xalqining o'yinlari. Şu usulumuz var, Gulnar Işıkımızın Aşıqlar degan bizning duetimiz var. Men ko'rganda edim, yomon chiroyli chiqqan. Shundaq bir-biringlar degan bir muhabbat usulida bo'lmagan ekan. Ishqimizning dastlab o'ynagan usulimiz shu. Biz burun Gulnar Işıkımız bundaq usul o'ynab qilgan. Birinchi bizning shu duetimiz. Duet o'ynab chiqqan, shuning uchun yaxshi bir xalqning bir ko'nglini, xalqning bir esida qolgan bir usul bo'ldi haqiqatan bu. Bu yaqinda qo'yilgan 3 usulchi bog'liq qo'yilgan Erkan degan naqshiga usulimiz bor. Yaxshi sakinlashtirgan. Yani ko'plagan usullar bor. Endi bu yaqinda 3 usulchi yigitimizga Erkan nomli naqshiga qo'ygan usulim bor. İşleyen. Şu yaxshi ajoyib bir usullarning birisi deb o'ylayman. Endi usullar ko'p. Hakikaten oç usulları var. Endi o usul. Endi qanday bir usulni qo'ysaqmiz o'zimizning bir his tuyg'umiz bilan, o'zimizning bir muhabbatimiz bilan, xalqing degan muhabbat bilan qo'yilgan usullar deysizmi? Shunday usullar endi esimda qolgan usullarning birisi. Usullar birisi. Yaxshi. Endi mushu Uyg'ur xalq usullarini qaysi ellarda tonishtirish fursati bo'ldi? Qisqacha so'zlab ketsanglar. Mushu bizniki Ruxsar ansambli bilan uzanglar deb qo'ydik bundan aytganda. Shularni qaysi ellarga apadinglar, qaysi ellarga tanishtirdinglar? Shular to'g'riliq qisqacha so'zlab o'tkazsanglar. Uyg'ur usulini faqat Uyg'ur usulini emas, o'zimizning Ruxsar ansambli Uyg'ur teatrini ko'plagan davlatlarda namoyish qildik. O'zimizning san'atimizni bo'lsin Turkiya Cumhuriyatida, Xo'shni Qirg'iziston, Bishkek, O'zbekiston ham Shinjon Uyg'ur avtonom rayonida o'zimizning usullarimizni xalqqa ko'rsatishga fursatlar bo'ldi. Endi bizning eng jiq ko'katgan yerimiz Turkiya eldi bo'ldi. Turkiyada bo'ldi. Turkiyada 2 yil mobaynida Uyg'ur teatrimiz 2 yil mobaynida safarda bo'lib, shu yerda ko'plagan shaharlarda, ko'plagan bir davlatning ichida endi ko'plagan shaharlarda o'zimizning san'atimizni, Uyg'ur usulini bo'lsinmi ko'rsatdik, namoyish qildik. Shu. Rahmat sizlarga. Endi bizniki savolimiz, kelajakda ishlaringlar bag'ishli ko'ngillarga putgan o'ylaringlar, ya'ni saniki ayilib qolgan maqsadlaringlar. Bizning shu armonimiz, bizning kelgusi shu avlodga o'zimizning bir kishilik darsligimiz qolsa, bizning bir shularga bir foydali bo'lgan bir ishlarimiz qolsa deb shunday armonlarimiz, maqsadlarimiz bor. Xudoyim bersa, Alloh bersa, Gulnar Ishqimizning shu san'at maktabini ichish armonimiz bor. Xudoyim bersa, o biz uchun bir cho'ng yangilik bo'lyapti. Nurg'un xalq kutyapti shuni, so'rayapti. Hozir bizning buni ishimiz umumiy asosiy ishimiz bizning teatr bo'lg'achqa, bizni endi biroz vaqt yulinib ketamaymiz deysiz. Vaqt tarafdan nima bo'layotgankin, hozir biz uningga nima qilmayapmiz, biroq armonimiz bor. Armonimiz bor, shu san'at maktabini, san'at studiyasi, usul studiyasini ochsak, bolalarga yaxshi o'zimizning tarbiyamizni bersak, shularga bizni o'zimizning ishlarimizni, o'zlarimizning bir hunarlarimizni qoldirib ketsak degan bir armonimiz bor. Ya'ni shundaqla bizning har qanaqa artistning armoni o'zining bir yakka konsertini berish, o'zining bir hisobot konsertini berish. Shundaq bizning o'zimizning bir armonimiz nurg'un yillar bo'ldi. Gulnar Ishqimiz shu bir xalqqa o'zimizning bir so'nggi konsertimizni bersak,
bir benefis deb Ajoyib. qo'ydi. Shuna bir armon maqsadlar bor. Alloh buyursa oldimizda. Xudoyim buyursa. Kutimiz saniki yakka konsertlarni. Shu. Ildar, Gulnara, bizning studiyamizga kelib, shundaq bugungi programmamizni gullab berganlarga cho'ng-cho'ng rahmat etamiz. Sizlarga aprin. Endi bizniki studiyamizga, ya'ni xalqimizga aytilgan tilaklaringiz bo'lsa, qani marhamat. Rahmat. Baxtiyor, bugungi shu dastlabki shu programmalar bizni taklif qilib o'tirsizlar. Qadam TV kanaliga usul shaydalari programmasiga davomliq yaxshi ishlarni ip minishinglarga tilakdosh bildiramiz. Rahmat sizlarga. Usul urf odatlari Uyg'ur xalqining hayotida ayrilmas bir mo'jiz bo'lib kelmoqda. Degandek bizning bir shoirimiz aytib o'tgandek, usul san'atimi bu bizning san'atimizning bir yorqin bir partisi. Hozir har qanday programmalar bor, har qanday shou programmalar bor, naqshchilarni madhiylaydigan, aktyorlarni madhiylaydigan, mana bizning usulchilarning madhiylaydigan, usulchilarning umr bayonini, hayotini xalqqa tonishtirgan mashta bir yaxshi bir ajoyib bir programmani boshlabsizlar. Rahmat. Shu ishinglar utuq tilayman. Shu ishinglar davomli bo'laversin. Ko'plagan usulchi san'atkorlarimiz bor, ustozlarimiz bor. To'g'ri deysiz. Shularning taklif qilib tashadi. Shularni umid qilamiz. Yana bir qatim rahmat sizlarga. Ishinglar utuq tilaymiz. Rahmat sizlarga. Eldar Gulnarim, mana bugun bizniki shu 35 minut mobaynida biz usul to'g'riliq so'zlab o'tdik. Endi sizlarni biz sizlarning usullarsiz biz bugungi studiyamizni sizlarni qo'yib bermaymiz. Shuning uchun bizning ko'rarmanlarga sizlarniki chiroyli bir usullarni o'ynab berishlarini so'raymiz. Qani, marhamat. Marhamat. Kaşı karalar, küzü balalar, saldı aklım geyar, cavru capalar. Kaşı karalar, küzü balalar, saldı aklım geyar, cavru capalar. Hürmetlik ekran altındaki köremen dostlar. Bugünkü bizdeki usul şeydalları namlıq programımız tamam oldu. Yeni bir didarlaşıq için hoş, salamet bolaylı.